Xonani uyga olib shartnoma qildik. Muborak bo'lsin. 8-xonali o'zim quruvchiman. O'z quruvchisiz. O'zim qurayapman. O'zga yoqyapti. O'zimga yoqdi. Bu kam uchraydigan narsa do'stim. Qurayapman. Hozir ham ishlab turaman. Qirarapsiz. Qoyil. Nari ham chiroyli, planировкалari ham yaxshi. Xo'p, bizni uyni tushuntirib bering, do'stim. Men qaysi uyni oldim? Shu domdan oldingiz, yapon bog'iga qaragan tomondan, mana shu ikkita oyna, bu yoqdagi bitta oynasi to'liq sizni uyingizga qaragan. 11-dom. 11-domdan 12-qavati. 12-qavati, penthouse-ga yaqin o'zingiz aytgandek. Ha, ilohim, muborak bo'lsin. Ha, sizga xayrli muborak bo'lsin. bo'lsin. Ilohi. Lekin bitta joyga kelib, men hozir bir narsani tushunib qoldim-da, hozir ikki xonali uylarga taklif ko'p bo'lyapti, o'sha sotilib ketyapti deyildi. Kerak bo'lsa, xaridorlar ba'zi birlari topolmay ham qolyapti ekan, o'shanga bir fikrda hali plani to'liq bo'lgan yo'q, boshlangan yo'q. Shuni ikki xonalikka aylantirib, misol yana ham odamlarning hojatini ravo qilish uchun ikki xonali xonalarni ko'paytirsa bo'ladimi? Iloji bormi? Bo'ladi ustoz. Hozir ikki xonalikka bu yerda talab juda ham ko'p ekan. Faqatgina mana sizni yoningizdagi qo'shni domlaringizdan 10-chi, 9-chi, 8-chi domlarda shunaqangi ikki xonalikka o'zgartiryapmiz hozir. To'liq hammasini. To'liq 3 ta domimizda to'liq ikki xonalik uylar qilamiz. Xonani uyga olib shartnoma qildik. Muborak bo'lsin. 8-xonali o'zim quruvchiman. 17 dan narigida 7 etaj qurganman. Hozir bu bolam to'qol chetda ma'qul keldi. Chiroyli planировкасini ko'rdim, sig'inmasini ko'rdim, planni. O'z quruvchisiz. O'zim qurayapman. O'zga yoqyapti. O'zimga yoqdi. Bu kam uchraydigan narsa do'stim. Qurayapman. Hozir ham ishlab turaman. Qirarapsiz. Filmlarga qurish obyektlar ishlab turaman. Qoyil. Nari ham chiroyli, planировкалari ham yaxshi. Hozir xonani tanladi. O'shanga hozir qarang-da, mana hozir 10, 9, 8 da boshlangan yo'q. boshidan oxirigacha ikki xonali qilib yuborildi. Nimaga desa, chunki bu hali boshlangani yo'q-da, o'z prarapagangiz bilasiz. Ana endi shu hozir nechta bittasida 71 tamikin xonadon bo'lsa, endi balkim 85 ta bo'lishi mumkin. Shunday. Xonadonlar ko'payadi. Hozir bu hammasi monolit-a? Ha, to'liq monolit. Xullas hozir Anvarjon o'rtacha hisobda yana 250 ta ikki xonali uy qo'shildi deganida, o'rtacha hozir 71 ta sig'ayotdi. Ikki xonali qilsa bir 80-85 ta bo'ladi-da. 90 taga yaqin xonadon bo'ladi. Endi 3 ga ko'paytirsa 250 tadan oshiq ikki xonali uy bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Yo'zi ikki xonalikka talab ham ko'payganda, men kelgandan beri e'tibor beryapman-da. Registratsiya bo'ldimi ikki xonali? Ikki xona bo'lyapti. Ilohim nasib qilsin. Xalqimizga yaxshi farzandlar tug'ilsin. Prezidentimizga, yaxshi davlatimizga xizmat qilgan yigitlar, mana bu diniy ilmlarda egallagan yigitlar chiqsin. Alloh. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.